Kerak video ko'rgandan ko'ra 2 minut vaqt ajrating, bu videoni o'tkazib yubormang. Qanaqa karcher olsam bo'ladi degan savolga Gidrox misolida ko'rib chiqamiz. Qanaqa karcher olsa bo'ladi? Birinchi navbatda uni tashqi ko'rinishiga e'tibor bering. Tashqi ko'rinishi kompaktli bo'lishi kerak. Olib yurganda og'ir, noqulay bo'lmasligi kerak. Mashinani ichiga solib ham dachaga olib chiqib ketaversangiz ham bo'ladi. Dachaga bitta, uyga bitta qo'yaman desangiz, u ham lishniy расход. Hamma imkoniyatidan kelib chiqib oladi. O'sha uchun e'tiborliroq bo'lasizlar. Kompaktli bo'lishi kerak. Motor induksionniy bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Sababi induksionniy motor tez qizib ketmaydi. Undan tashqari uni davleniyasi eng keraklisi. Hozir O'zbekiston sharoitida bu yog'ingarchiliklar ko'p. Hozir kuzdan qolgan shiralar bor daraxtdan tushgan. Ularni ketkazish uchun davleniya zo'r bo'lishi kerak. O'sha uchun bu karcherimizda 190 bar davleniya beradi. Moykaxonalarda 200 bar, 250 bar bo'ladi. Nasatkalar alishadi. Xolis siz archalarni yuvasiz, xolis siz oynalarni yuvasiz, bo'yingiz yetmaydigan joylarni yuvib tushirasiz, travertili yuvsangiz bo'ladi bu karcherimizda. Endi buni eng kerakli narsasi shlankasi uzun bo'lishi kerak. Hozir bu yerda 10 metr. Qancha uzun bo'ladigan bo'lsa, karcher otganingizda shuncha qulay bo'ladi. Sababi karcher o'tdan o'tga surib yurishingiz shart emas-da. Gir aylanib mashinani yuvishga 10 metr yetib boradi. Turbo nasatka, burchatka, kafellarda yoki betondagi chirklarni ketkazishda bizga yordam beradi. Albatta, ximiyadan keyin mana shu joyga mana lyoxki kirsin. Rezbani aylanishini ko'ryapsizmi? Qattiq bo'lsa, ertaga muammo bo'ladi. Eng qizig'i, davleniya yig'ib qolganda ham buni olish juda ham qiyin. Pistoletni bosib olishingizga to'g'ri keladi. Yaxshi ma'lumotli video tayyorlashga harakat qilyapmiz. Yig'ilishlarni ham birato'la ko'rsatib beryapmiz. Pistoletlar metallический bo'lsa zo'r, plasmas ham yomon degani emas. Plasmas yengilroq bo'ladi. Endi metallический professional hisoblanadi. Bu karcherimizda pol professional Gidrox apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa chiroyli ishlangan har taraflama. Penabachok eng asosiysi esimdan chiqib qoldi. Penabachok idealniy sep berish kerak. Oppoq, mashinangiz qora bo'ladigan bo'lsa, oppoq qilib berish kerak edi. Qor ustida turgandek qilib beradigan mana shu penabachok bo'ladi. Endi buni qanaqa qo'yamiz? Mana bu tortiladi, yaqinroqdan kelib ko'rsatasiz. Bu tortiladi, qo'yiladi. Mana bunaqa holat bo'lmasin. Iloj boricha mana shunday holatga qo'yasiz. Chiqib ketib qolishi mumkin davleniya bo'lgan paytda. Mana bosib qo'yasiz oxirida. Hoppa. Turbo nasatga bitta tochka ko'radi, aylanadi. Yashili mashinada idealniy mo'ka qilish uchun mo'ljallangan. Sariq bo'ladi. Mana bu oqi yoyib sep beradi. Chayishda yordam beradi, desak ham bo'ladi. Shlankada chaymaysiz. Eng qizig'i, shlankada biz yoshlik payt mashinalarni yuvardik, u payt karcherlar ham bo'lmas edi. Bu karcherlar suvni ekonom qilishda, ya'ni suvni isrof qilmaslikda yordam beradi. Katta davleniyani kam litrajda расход qiladi, lekin davleniya bilan расход qilganning hisobida isrof qilmaydi suvni. Shuning uchun karcherlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon bor, pastda telefon qo'yasizlar. Ma'lumotlar qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz.